Uylanmayman dedim, men hali o'qib karyera qilishim kerak. Men ham hammaga o'xshab kelin qilgim keladi. Uy ishlarini hammasi o'zimga qolib ketgan. Ana unda ukamni uylantiringlar. Voy, sendan oldimmi? Odamlar nima deydi? Hech nima qilmaydi. Kaptarcha. Burguti. Chumchuqchan. Bulbulchan. Uzr, qarg'a o'tib ketsin. Voy o'lik. Alo. O'rta maqar nima meni gruppadan chiqarib yubordilaring? Menga vash telefon qilmagan. Sen 2002 dan sharmanda qilding. Kim u? Voy dadasi, to'xtab turing. Voy sizlar bo'la qolinglar endi. Oyi qatga? Bolam bugun ovqat qilmadik. Hamma xotini bilan kafeda ovqatlanib keladigan bo'ldik. A? Manchi. Voy sen tuxum qovurib yeb olaqa. Oyijon, men musori ko'tara olmayapman. Yo'q, eringiz qayerda? O'g'lingiz kechasi bilan uxlamaganlari uchun charchab uxlab yotibdilar. Unda qaynakangiz qayerda? Ular ham kechasi bilan dars qilib chiqqanlari uchun charchab uxlab yotibdilar. Unda qaynakangizni uyg'oting, qarash yoradi. Sardor aka siqilurmang, odamlar gapiraveradi. Ularga umuman e'tibor bermang. Sizni faqat men tushunaman. Rahmat Xonzo, bor ekansan u. Bitta nomer beraman. Shunda yozib oling. Aha, aytur. Nechi? 93lik. Meni aytsangiz o'zi biladi. Aha, kim bu? Tanishim. Nomer 1 urolog. Oyi, men gapinglarni o'ylab ko'rdim. Haqiqatdan ham sizga bitta yordamchi kerak ekan. Mana kelin oldik-ku, hamma ishlarimni qo'limdan oldi, baraka topsin. Rahmat oyijon. Ha, to'g'ri, aytmoqchimanki, meni ishim, karyeram ham bo'laveradi. Endi sekin oila qurib, to'y-po'y qilib. Nima? To'y? Shuncha yiqqan terganimizga ukangni uylantirib bo'ldik. Endi 5-6 yil umuman to'y qilmaymiz.